Alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Mana inshaalloh biz Alloh suygan dasturxon degan loyihamizni davom ettirib kelyapmiz. Mana 2 yil, 3 yildan beri hamshaharlarimiz o'zlarining to'ylariga, ehsonlariga ota-onasi o'tgan yoki bo'lmasa onasi o'tgan yoki otasi o'tgan bolajonlarni o'zlarining to'ylariga, ehsonlariga, mana umraga borayotganlar ehsonlariga taklif qilib kelishyapti. Ya'ni bolajonlar bizni dasturxonimizdan ta'minlansin. Ya'ni bizni ehsonimiz faqat boylar uchun bo'lib qolmasin, mana shu muhtojlar uchun, yetim bolalar uchun bo'lsin degan maqsadda chaqirishyapti. Mana shu loyihamiz mana 3-4 yildan beri davom etib kelyapti. Mana Alloh subhanahu va taolo mana shu bolajonlardan kelajakda buyuk insonlar chiqarsin. Mana shu xonadonga Alloh taolo fayz baraka ato etsin. 2 yoshni Alloh taolo baxt saodatini bersin. Kelayotgan kelin emas qiz bo'lib kelsin. Mana shu bolajonlardan ham kelajakda vatanimizga va ummatga, musulmonlarga xizmat qiladigan buyuk insonlardan bo'lib yetishsin. Sizlardan ham Alloh taolo rozi bo'lsinki, mana shu bolajonlarni siylab dasturxon yozib, sizlarni mehmon qilibsizlar. Alloh taolo sizlarni jannat dasturxonlari bilan mehmon qilgan bo'lsin. Bir duo qilasizlar hoji aka? Bismillahirrahmanirrahim. Shu qilgan ihsonlarni o'zing bargohingda qabul qilgin. Amin. Shu 2 yosh baxtli saodatli bo'lib, qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Nima tilay maqsudi bo'lsa maqsudiga yetsin. Shu bolalarni ham nima tilay maqsudi bo'lsa maqsudiga yetkazsin. Kelajakda buyuk o'z Qirg'iziston vatanimizga xizmat qiladigan bolalardan bo'lsin. Tani jonlari sog' bo'lsin. Amin. Hammasi ishlarini ilgari yuzini yorib qilsin. Va sallallohu ta'ala xayri Muhammad va ala alihi ashabihi ajmain. Rahmatga. Allohu akbar, rahmat. Ehson qilgan akalarimizga nima deymiz? Yana bitta. Tinch bo'linglar, salomat bo'linglar.